Assalomu alaykum ahli zominlar, hurmatli obunachilar. Zomin telemaster xizmatiga Halqobod mahallasi, Sobirahim mahallasidan bitta zaifga tushdi. O'zimizda yasagan qo'l bilan universal solat antenamizdan olib keldik. Mana shogirdimiz antenani plotalarini qo'yish ishlari bilan band. Hozir qo'yayapti. Endi antenani tomga turbaga baylab, mana turba turibdi. O'sha turbani uchiga baylab tepaga ko'taramiz. Keyin televizorlarni kirib, kanallarni terib ko'rsatamiz. Mana antenamizni qo'yib bo'ldik. Mana televizorga kanallarni ham terib bo'ldik. Endi bitta-bitta o'tkazamiz. Mana endi antenamiz signal kачествосini ko'rsatamiz, ko'rishlaring mumkin. Mana 32 chastotada turibdi. 100 ga 90 bo'lib turibdi. Mana 28 chastotada ham kanal chiqqan, chastotasini ko'ryapsizlar, 100 ga 90 bo'lib turibdi. Mana kanallarni terib bitta-bitta o'tkazib, chastota signallarini ko'rsatib bo'ldik. Zomin telemaster xizmatlari 24 soat 7 kun xizmatingizdamiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, antennasini bloklanasi kuygan mikrosxem almashtirish, yangi antenna o'rnatish kerak bo'lsa, televizor montaj, bitta televizordan 10 tagacha televizorlarni ulash xizmatlari kerak bo'lsa, Zomin telemaster xizmatiga murojaat qilaverasizlar. Pastda opsiyada telefon raqamlarimizni qoldiramiz. 99lik 501 06 82 24 soat 7 kun xizmatingizdan e'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.